Bo'lsa xalqimizga bo'lsa, mana aka. Ertalab 1.900.000, 1.950.000 so'mdan sotgandik. Boshlig'imizni gaplariga muvofiq o'zlari telefon qilib, xalqimizga yengillik bo'lsin bayramda, ham toza suv ichsin deganlari uchun yana ham skidka qilib beramiz. Endi ilgari 2.980, 3.980 sotilgandi. Bugungi aksiyada 1.900 dan tushirib qo'ygandik. Endi undan ham chegirmasiga 1.700.000 so'mdan mana bunaqa 6 bosqichlik 99% ga suvingizni tozalab beradigan filtrlarni aksiyaga tushirib qo'ydik. Bu aksiyada mana shu. Epe firmaniki 1 yil kafolatga ega bo'lgan o'zini mana bunaqa расширительный baklari ichidan. Mana filtrimizni o'zi. Mana. Korobkada mana shuncha narsasi bo'ladi. Mana filtrimiz. Wow, pacha. Qana qana. Epe brendi asosida ishlab chiqarilgan 6 ta bosqichli mana 6 ta bosqichli bu yerdan shlankalar hamma narsasi ulanadi. Suvingizni 99% gacha ichimlik suvini toza qilib beradi.